1 avgustdan poliklinika, dorixona va kasalxonaga boradigan har bir odam uchun tartiblar yangicha ishlay boshladi. Bu ma'lumot siz uchun juda muhim, chunki ertaga o'zingiz, ota-onangiz, farzandingiz yoki yaqinlaringiz shifokorga borganda nega menga dori bermayapti? Nega kasalxonaga yotqizishmayapti? Nega yana poliklinikadan yo'llanma so'rayapti? degan savollar paydo bo'lishi mumkin. Men bugun aynan shu masalani oddiy tilda, amaliy misollar bilan tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki oxirida men sizga dorixonaga, poliklinikaga va kasalxonaga borishdan oldin nima tayyorlab qo'yish kerakligini aniq ro'yxat qilib aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday yangiliklar kech eshitilsa, odamning vaqti ham, puli ham, asabi ham ketadi. Oldin ko'pchilik uchun tartib juda tanish edi. Odam kasal bo'lsa poliklinikaga borardi. Navbatda turardi, shifokor tashxis yozardi. Retseptni ham qog'ozda berardi. Keyin bemor dorixonaga borib dorini olardi. Agar kasallik og'irroq bo'lsa, shifokor yana qog'oz yo'llanma yozardi. Bemor kasalxonaga borardi. U yerda yana bir nechta hujjat, tahlil, ko'rik, muhr, imzo talab qilinardi. Bularning hammasi ko'pincha bemorning qo'lida yuradigan qog'ozlarga bog'liq edi. Endi esa asosiy o'zgarish shunda. Tibbiy xizmatlar bosqichma-bosqich elektron tizimga o'tkazilmoqda. Ya'ni poliklinikadagi qabul, shifokor yozgan retsept, dorixona orqali dori olish, kasalxonaga yo'llanma, ayrim tahlil va tekshiruvlar haqidagi ma'lumotlar yagona raqamli tizimda ko'rinishi kerak bo'ladi. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, endi qog'oz yo'qolib qoldi. Muhr bosilmagan ekan. Doktor yozganini dorixonachi o'qiy olmadi. Kasalxona yo'llanmani tan olmadi. Kabi holatlar kamayishi kerak. Lekin har qanday yangi tartibning foydasi bilan birga qiyinchiliklari ham bo'ladi. Ayniqsa, yosh katta odamlar, internetdan kam foydalanadigan fuqarolar, qishloq joylarda yashaydiganlar, tez-tez dori oladigan surunkali kasallar, nogironligi bor shaxslar va bolali oilalar bu o'zgarishlarga oldindan tayyor bo'lishi kerak. Birinchi katta o'zgarish poliklinikada ko'rinadi. Oldin bemor ko'pincha registraturaga borib, qog'oz kartasini qidirardi. Ba'zida karta topilmay qolardi, boshqa xonada bo'lardi. Arxivga ketgan bo'lardi yoki undagi yozuvlar tushunarsiz bo'lardi. Endi bemorning tibbiy ma'lumotlari elektron shaklda yuritilishi kuchaymoqda. Shifokor qabul vaqtida bemorning shikoyatini, ko'rik natijasini, tashxisini, tavsiya qilgan dorisini tizimga kiritadi. Bu keyingi shifokorlar uchun ham ko'rinishi mumkin. Masalan, siz terapevtga bordingiz, qon bosimingiz 1.30 ga yutib chiqdi. Shifokor sizga dorilar yozdi. Tahlil topshirishni aytdi va kardiologga yo'llanma berdi. Oldingi tartibda siz qo'lingizda 3 ta qog'oz bilan yurar edingiz. Retsept, tahlil uchun qog'oz va mutaxassisga yo'llanma. Endi bu ma'lumotlar elektron tizimda rasmiylashtirilsa, dorixonachi ham, laboratoriya ham, kardiolog ham belgilangan ma'lumotni ko'rishi osonlashadi. Albatta, hamma joyda bir kunda ideal ishlaydi deb o'ylamaslik kerak, lekin yo'nalish shunday. Kamroq qog'oz, ko'proq elektron nazorat. Ikkinchi o'zgarish dorixonalarga tegishli. Oldin ko'p hollarda odam dorixonaga borib, menga kuchliroq antibiotik bering, ukol bering, qo'shnim ichgan doridan bering deb dori olaverardi. Dorixonachi ham ba'zida retseptsiz sotilmasligi kerak bo'lgan dorini berib yuborardi. Natijada nima bo'lardi? Odamlar noto'g'ri antibiotik ichardi. Jigar va buyrakka zarar yetardi. Bolalarga kattalar dorisi berilardi. Bosim dorilari noto'g'ri qabul qilinardi. Allergiya yoki og'ir asorat chiqardi. Endi retsept bilan berilishi kerak bo'lgan dorilar bo'yicha nazorat kuchayadi. Elektron retsept bo'lsa, dorixona aynan shifokor yozgan dorini, dozani va miqdorini ko'rib beradi. Masalan, bemorga 7 kunlik antibiotik kerak bo'lsa, shifokor tizimga 7 kunlik davolashni kiritadi. Bemor dorixonaga boradi. Pasporti yoki ID kartasi orqali tekshiriladi. Elektron retsept topiladi va dori beriladi. Bu yerda muhim jihat, dorixona endi bemorning gapiga qarab emas, shifokor yozgan ma'lumotga qarab ishlashi kerak. Agar bemor menga 2 quti bering, keyin kerak bo'ladi desa, dorixona retseptda yozilgan miqdordan ortig'ini bermasligi mumkin. Bu ba'zilarga noqulay ko'rinadi, lekin tibbiy xavfsizlik nuqtai nazaridan to'g'ri. Uchinchi o'zgarish kasalxonaga yotqizish tartibida. Oldin ko'p bemor to'g'ridan-to'g'ri kasalxonaga borib, meni yotqizinglar deb murojaat qilardi. Ayrim holatda bu to'g'ri. Agar hayot uchun xavfli holat bo'lsa, tez yordam chaqiriladi yoki shoshilinch bo'limga boriladi. Lekin rejalashtirilgan davolanish, operatsiya, tekshiruv, mutaxassis ko'rigi uchun odatda poliklinika yo'llanmasi kerak bo'ladi.
Endi elektron yo'llanma tartibi kuchaymoqda. Ya'ni kasalxona bemorni qabul qilishdan oldin tizimda yo'llanma bor yo'qligini tekshirishi mumkin. Masalan, odamning o't pufagida tosh bor. Og'riq vaqti bilan tutadi, lekin hozir hayotiga zudlik bilan xavf yo'q. Bunday odam avval oilaviy shifokor yoki terapevtga boradi. Kerakli uzi, qon tahlili, jarroh ko'rigi bo'ladi. Keyin elektron yo'llanma bilan kasalxonaga yuboriladi. Agar bemor yo'llanmasiz bo'lsa, kasalxona avval poliklinikadan rasmiy yo'llanma oling deyishi mumkin. Bu tartib bemor oqimini boshqarish, joylar sonini rejalashtirish va haqiqatan ham shoshilinch bemorlar uchun o'rin ajratish uchun kerak. Eng avvalo, doimiy dori ichadigan odamlar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, qon bosimi, qandli diabet, yurak kasalligi, bronxial astma, epilepsiya, qalqonsimon bez kasalligi, ruhiy kasalliklar yoki surunkali og'riqlar uchun dori qabul qiladiganlar. Siz har oy dorixonadan bir xil dorini olib kelayotgan bo'lsangiz ham, endi ayrim dorilar uchun shifokor yozgan retsept talab qilinishi mumkin. Shuning uchun dori tugashiga bir kun qolganda boraman deb kutmang. Kamida 5-7 kun oldin poliklinikaga borib, shifokoringiz bilan retsept masalasini hal qiling. Misol uchun, qandli diabet bilan yashaydigan bemor har kuni tabletka ichadi yoki insulin oladi. Agar u dori tugaguncha kutib, keyin dorixonaga borsa, retsept kerak bo'lib qolsa, 1-2 kun dorisiz qolishi mumkin. Bu esa qonda shakar ko'tarilishiga, holsizlikka, bosim o'zgarishiga, hatto shoshilinch holatga olib keladi. Demak, bunday bemorlar uchun yangi tartibga oldindan moslashish juda zarur. Ikkinchi guruh yosh katta ota-onalarimiz. Ular ko'pincha telefonim oddiy, SMS kelmadi, pasport uyda qolibdi, doktorning ismini bilmayman deb qiynaladi. Men bunday oilalarga maslahat beraman. Ota-onangizning pasport yoki ID karta nusxasini, telefon raqamini, doimiy ichadigan dorilar ro'yxatini va tashxislarni alohida papkaga solib qo'ying. Dorining nomi, doza miqdori, kuniga necha mahal ichishi, qachondan beri ichayotgani yozilgan bo'lsin. Chunki shifokor ham, dorixonachi ham aniq ma'lumot bilan ishlasa, xatolik kamayadi. 3-guruh bolali oilalar. Bolalarda dori dozasi yoshga va vaznga bog'liq. Eski odat bo'yicha yarim tabletka beraman. Qo'shnimning bolasiga yordam bergan siropdan olaman deyish juda xavfli. Yangi tartib aynan shunday xatolarni kamaytirishga yordam beradi. Masalan, 2 yoshli bola bilan 7 yoshli bolaga bir xil antibiotik miqdori berilmaydi. Bola 25 kilogramm bo'lsa, dozasi boshqa, 25 kilogramm bo'lsa, boshqa bo'ladi. Elektron retseptda shifokor aniq miqdorni yozsa, dorixonada ham xatolik kamayadi. Agar siz oddiy shamollashda shifokorga borib, maslahat asosida davolansangiz, hujjatlaringiz tartibli bo'lsa, pasport yoki ID kartangiz yoningizda bo'lsa, telefon raqamingiz ishlayotgan bo'lsa, katta muammo bo'lmasligi kerak. Shuningdek, retseptsiz sotilishi mumkin bo'lgan oddiy vositalar, masalan, ayrim vitaminlar, gigiyena vositalari, ba'zi og'riq qoldiruvchi yoki isitma tushiruvchi preparatlar bo'yicha tartib dorining turiga qarab farq qiladi. Lekin men baribir har qanday dori oldidan shifokor yoki farmatsevt bilan maslahatlashishni tavsiya qilaman. Chunki oddiy dori deb o'ylangan vosita ham boshqa dorilar bilan birga ichilganda zarar berishi mumkin. Eng muhim istisno shoshilinch holatlar. Agar odamning ko'kragi qattiq og'riyotgan bo'lsa, nafas olish qiyinlashsa, hushidan ketsa, insult belgisi bo'lsa, og'ir jarohat olsa, yuqori isitma bilan talvasa tutsa, homilador ayolda qon ketish bo'lsa, bunday vaziyatda avval elektron yo'llanma olay deb o'tirmaslik kerak. Bunday holatda tez yordam chaqiriladi yoki eng yaqin shoshilinch tibbiy yordam bo'limiga murojaat qilinadi. Shoshilinch yordam inson hayotini saqlash uchun ko'rsatiladi va bu jarayonda yo'llanma masalasi keyingi o'rinda turadi. Ikkinchi nozik jihat tizim ishlamay qolishi mumkin. Har qanday elektron tizimda internet uzilishi, server sekinlashishi, ma'lumot kech ko'rinishi, SMS kelmasligi kabi holatlar bo'ladi. Shuning uchun men bemorlarga qog'oz hujjatlarini butunlay tashlab yubormaslikni maslahat beraman. Shifokor yozgan tavsiyanoma, tahlil natijalari, eski epikrizlar, operatsiya haqida ma'lumotlar, allergiya bo'yicha yozuvlar sizda saqlansin. Elektron tizim bor, lekin bemorning shaxsiy tibbiy papkasi ham bo'lsa, bu har doim foydali. 3-nozik jihat dorining nomi va analoglari. Shifokor bir dori yozadi, dorixonada aynan o'sha nom bo'lmasligi mumkin. Bunda dorixonachi faol modda bo'yicha analog taklif qilishi mumkin, lekin retsept bo'yicha cheklovlar bo'lsa, o'zicha almashtirish har doim ham mumkin emas. Masalan, shifokor 500 mg dozada dori yozgan bo'lsa, dorixonada 2 mg borligi uchun
2 dona iching deyish hamma holatda to'g'ri emas. Chunki qabul qilish tartibi ta'sir davomiyligi qoplama shakli farq qilishi mumkin. Shuning uchun bunday paytda shifokor bilan bog'lanish eng xavfsiz yo'l. 4-nozik jihat pullik va bepul xizmatlar aralashib ketmasin. Ayrim bemorlar elektron yo'llanma bo'lsa, hammasi bepul bo'ladi deb o'ylashi mumkin. Bu har doim ham shunday emas. Davlat tomonidan kafolatlangan tibbiy yordam hajmi bor. Bepul ko'rsatiladigan xizmatlar bor. Imtiyozli toifalar bor. Lekin hamma tekshiruv, hamma dori va hamma operatsiya avtomatik bepul bo'lib qolmaydi. Siz poliklinikada yoki kasalxonada aniq so'rashingiz kerak. Bu xizmat bepulmi yoki pullikmi? Qaysi asosda, qaysi hujjat kerak? Imtiyozim bo'lsa qanday tasdiqlayman? 5-nozik jihat shaxsiy ma'lumotlar. Elektron tibbiy tizimda sizning tashxisingiz, dori qabul qilishingiz, tahlil natijalaringiz kabi nozik ma'lumotlar bo'ladi. Shuning uchun telefon raqamingizni begona odam nomiga rasmiylashtirib yurmaslikka. SMS kodlarini hech kimga aytmaslikka. Pasport ma'lumotlaringizni har kimga yubormaslikka harakat qiling. Agar kimdir retseptingizni chiqarib beraman, kodni ayting desa ehtiyot bo'ling. Tibbiy ma'lumot ham moliyaviy ma'lumot kabi himoya qilinishi kerak. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tayyorlang. Poliklinika, dorixona yoki kasalxonaga borganda pasport yoki ID karta yoningizda bo'lsin. Bolalar uchun tug'ilganlik guvohnomasi yoki ID ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Agar nogironlik, imtiyoz, pensiya, urush qatnashchisi, ijtimoiy himoya yoki boshqa maqomingiz bo'lsa, tasdiqlovchi hujjatlarni ham olib boring. Ikkinchi qadam, o'zingizning tibbiy ro'yxatingizni tuzing. Oddiy daftar yoki telefonda alohida yozuv oching. Unda quyidagilar bo'lsin. Sizda bor asosiy kasalliklar, doimiy ichadigan dorilar, allergiyangiz, oldin qilingan operatsiyalar, oxirgi tahlil natijalari, shifokorlarning tavsiyalari. Masalan, qon bosimi, losartan 2 mg kuniga 20 mahal ertalab. Qandli diabet. Metformin 10 mg kuniga 2 mahal. Pensilinga allergiya bor deb aniq yozing. Bu kichik ish, lekin favqulodda vaziyatda hayotingizni saqlab qolishi mumkin. 3-qadam, dorilar tugashini kutmang. Surunkali kasalligingiz bo'lsa, dori tugashidan kamida 1 hafta oldin shifokorga murojaat qiling. Retseptni yangilash kerakmi? Tahlil topshirish kerakmi? Doza o'zgaradimi? Bularni oldindan aniqlang. Dorixonaga borganda kecha tugadi. Bugun bermasangiz bo'lmaydi degan vaziyatga tushmang. 4-qadam, poliklinikada shifokordan aniq so'rang. Doktor, retsept elektron rasmiylashtirildimi? Dorixonada qaysi hujjat bilan olaman? Dori necha kunga yozildi? Agar dorixonada bu dori bo'lmasa, nima qilaman? Menga kasalxonaga elektron yo'llanma kerakmi? Yo'llanma qaysi muddatgacha amal qiladi? Degan savollarni bering. Bunday savollar uyat emas, aksincha. Bemor o'z davolanish jarayonini tushunsa, natija yaxshi bo'ladi. 5-qadam, kasalxonaga borishdan oldin telefon qilib aniqlang. Agar rejalashtirilgan davolanish yoki tekshiruv bo'lsa, kasalxonaning qabul bo'limi yoki poliklinikangiz orqali so'rang. Qaysi kuni borish kerak, navbat bormi, yo'llanma tizimida ko'rinadimi, qanday tahlillar kerak, och qo'ringa borish kerakmi, hamroh kirishi mumkinmi? Bu savollarni oldindan bilsangiz, bir kunda 2-3 marta qatnashdan qutulasiz. 6-qadam, chek va hujjatlarni saqlang. Dorixonadan dori olganingizda chekni oling. Kasalxonada pullik xizmat bo'lsa, rasmiy to'lov hujjatini talab qiling. Tahlil natijalarini rasmga olib qo'ying yoki papkaga soling. Agar keyin nizo chiqsa, masalan, dori noto'g'ri berilgan bo'lsa yoki xizmat narxi tushunarsiz bo'ladi. 7-qadam. Muammo bo'lsa, og'zaki janjal bilan cheklanib qolmang. Masalan, sizga asossiz ravishda xizmat ko'rsatishmayapti. Yo'llanma tizimda bo'lsa ham qabul qilishmayapti. Retsept bo'yicha dori berilmayapti yoki noqonuniy to'lov talab qilinyapti deb hisoblasangiz, avval muassasa rahbariyatiga murojaat qiling. Murojaatda sanani, vaqtni, xodim ismini, holatni, sizda bor hujjatlarni aniq yozing. Kerak bo'lsa, sog'liqni saqlash tizimining rasmiy ishonch telefonlari yoki tegishli davlat organlariga yozma murojaat qiling. Yozma murojaat og'zaki gapdan kuchliroq. Birinchi vaziyat, 68 yoshli ota qon bosimi dorisini har oy oladi. Oldin dorixonaga borib nomini aytib olardi. Endi dorixonada retsept so'raldi. Ota asabiylashdi. Men bu dorini 10 yildan beri ichaman dedi. Lekin dorixonachi ham tartibga bo'ysunadi. To'g'ri yo'l nima? Farzandi otani poliklinikaga olib boradi. Terapevt ko'radi, bosimni o'lchaydi. Kerak bo'lsa tahlil qiladi, retseptni rasmiylashtiradi. Natijada ota dorioladi va eng muhimi, shifokor uning ahvoli o'zgargan-o'zgarmaganini ham nazorat qiladi. Ikkinchi vaziyat,
Ona 4 yoshli bolasiga yo'tal uchun qo'shnisidan eshitgan antibiotikni olmoqchi bo'ldi. Dorixonada retsept so'raldi. Ona avval xafa bo'ldi. Lekin pediatrga borganda bolaning oddiy virusli infeksiyasi borligi, antibiotik kerak emasligi aniqlandi. Bola keraksiz antibiotikdan qutuldi. Bu yangi tartibning foydali tomoni, u odamni o'zini o'zi noto'g'ri davolashdan himoya qiladi. Uchinchi vaziyat, bemor bel og'rig'i bilan to'g'ridan-to'g'ri shifoxonaga bordi. Uni reja asosida qabul qilish uchun elektron yo'llanma so'rashdi. Bemor poliklinikaga qaytdi. Nevropatolog ko'rigi, rentgen yoki MRT zarurligi aniqlashtirildi. Keyin yo'llanma berildi. Bu bir qarashda ortiqcha yo'lga o'xshaydi. Lekin tizimning maqsadi shuki, kasalxonaga faqat haqiqatan yotib davolanishi kerak bo'lgan bemorlar borsin. Poliklinikada hal bo'ladigan holatlar esa joyida davolansin. 1 avgustdan boshlangan yangicha tartibning asosiy mazmuni shuki, poliklinika, dorixona va kasalxona o'rtasidagi ma'lumot almashinuvi ko'proq elektronlashadi. Retsept va yo'llanmalar bo'yicha nazorat kuchayadi. Bemorning hujjati va tibbiy ma'lumoti aniq bo'lishi talab qilinadi. Bu ayrim odamlar uchun boshida noqulay bo'lishi mumkin, lekin to'g'ri ishlasa xatolarni kamaytiradi. Dori xavfsizligini oshiradi. Navbat va o'rtacha qog'ozbozlikni qisqartiradi. Mening eng asosiy tavsiyam, hujjatlaringizni tayyor tuting, dorilar ro'yxatini yozib yuring. Surunkali kasallik bo'lsa retseptni oldindan yangilang. Shifokordan hamma narsani aniq so'rang va shoshilinch holatda vaqt yo'qotmasdan tez yordamga murojaat qiling. Sizning hududingizda poliklinika, dorixona yoki kasalxonada bu yangi tartib qanday ishlayapti? Qiyinchilik bo'ldimi yoki aksincha qulaylik sezdingizmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak.